O'zbekistonda 2026-yil 1-aprelda nimalar o'zgaradi? Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni va videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Ayrim to'lovlar uchun naqd puldagi hisob-kitoblar bekor qilinadi. Ijtimoiy soliq to'lagan o'zini o'zi band qilganlarga budjetdan ipoteka krediti beriladi. Kameralar jarima ballarini yozishni boshlaydi. Neft mahsulotlari, yoqilg'i, chipslar, gazlangan ichimliklar va boshqa tovarlarga aksizlar oshiriladi. Namanganda soliq qarzdorligi 1 million so'mdan oshgan fuqarolarning elektr uchun to'lovlari cheklanadi. Ichimliklarni raqamli markirovkalash tizimida majburiy akkreditatsiya joriy etiladi. Ijtimoiy kartalarni endi istalgan bank orqali olish mumkin bo'ladi. Tibbiyot muassasalari 5 kunlik ish rejimiga o'tadi. O'zbekiston Airways brend tariflarini joriy qiladi. Aviakompaniyalar har bir sayyoh uchun $100 subsidiya oladi. O'zbekistonning barcha xalqaro aeroportlarida tax-free tizimi joriy etiladi. Yuk tashish bo'yicha elektron platforma ishga tushiriladi. Yoshlar startaplari uchun 5 milliard so'mgacha foizsiz qarz ajratiladi. Ayrim startap loyihalariga IT Park prezidenti maqomi beriladi. 3 ta davlat tashkilotida kiberxavfsizlik bo'limlari tashkil etiladi. Zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar telefoniga SOS ilovasi o'rnatiladi. Nukusning ayrim mahallalarida bog'cha to'lovlari 50% ga kamaytiriladi. Ehtiyojmand oilalar uylariga energiya tejamkor qilib ta'minlanadi. Davlat organlariga ayrim sohalarda yangi sinov laboratoriyalar tashkil etiladi. Loyiha oldi hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish tartibi o'zgaradi. Pilla yetishtiruvchilarga subsidiya va foizsiz qarz beriladi. Muvofiqlikni baholash sohasida tadbirkorlarga yengilliklar beriladi. Notariuslarga talabgorlar uchun yagona tanlov o'tkaziladi. Davlat xaridorlaridan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga narx preferansiyasi beriladi. Fanlar akademiyasida ilmiy xodimlar faoliyati KPI asosida baholanadi. Xorijiy turistlarni jalb qilgan tadbirkorlarga QQSning yarmi qaytariladi. Aholi roziligi bilan daraxtzor yerlarni olib qo'yish taqiqlanadi. Ekologik qonunbuzarliklar uchun yuridik shaxslarga jarimalar qo'llanadi. Ko'chmas mulk bitimlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi o'zgaradi. Notariuslar uchun maksimal yosh chegarasi oshiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yagona media portal ochiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.